Assalamu alaykum, hurmatli Qo'shköprü avtolider abunachilari. Mashinamizda 14 milyona qo'ydik, 12 milyona dum ko'p odam so'rayapti. Qashqadaryodan, Surxondaryodan, Xozariston, Bog'otdan, so'ramagan yeri qolmadi. Gullangdan necha odam hamma 12 ga so'rayapti. Bu mashinani egasini srochniy pul kerak bo'lib qolgani uchun bugun bahosini 12 million so'mga qo'yib beryaptilar. 14 milyon so'mdan qaytmayapti. Yine bahosi tushdi. Qaytadandan yankı sonra bilenler görüp kalsa ihtiyacı gelseniz bahası 12 milyon son. Maşinimiz radnoy fakat iş yerden pesi boyalgan. İş yerden pesi. Kalan yeri radnoy üzeri zavodskoy kraskasında durdu. Motorlarım zor halatta. Metanı var ki metana ruhsatı yok. Metan taze koyulgan. Kime kızık boladan olsa maşinimiz Qo'shköprü avtoliderde satıda duradı. Geleveresle nerhi 12 milyon so'mga düştü. Gelinglar, maşin dım zor. Haddan tashqari zor maşin. Bunday sosteniyada bunday yilli maşin menimcha yo'q deb o'ylayman. Holati uzun maşin 48 bin kilometr yurgan. Gelip ustalarınız bilan hammalarni görüp tekshirib olsangizda bo'ladi. Dum ko'p odam görüp xalab qo'yibdi bu maşinni, lekin hech qachon 12 milyon so'm beraman demagan. Pul zarurligi uchun uka bugun 12 olsa 12 qo'yib ber, iltimos dum pul kerak bo'ldi deganlar uchun 12 milyon so'm qo'ydik. Gelaverasida maşinimiz Qo'shköprü avtoliderde satıda duradi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, 6 etajli zdaniyani doğrusunda Qo'shköprüni sentrinde bo'ladi. Qo'shköprü avtosavdo bandan Uryanch tarafdan kelishda Qo'shköprü avtosavdoni glavniy zdaniyasidan o'tgandan so'ng 6 etajli zdaniyani doğrusunda Razlivnoy pivo degan zdaniyaning yan boshidagi kichkinagina budkada bo'lamiz. Gelaverasida mashinlarimiz ko'p.